Assalomu alaykum Fight News obunachilari. 2 karra Olimpiya chempioni Bahodir Jalolovning jang sanasi va raqibi ma'lum bo'ldi. Hamyurtimiz 14-noyabr kuni Toshkentdagi Humo Arena majmuasida Lift Promotion tomonidan tashkil etiladigan boks oqshomida ringga ko'tariladi. Mazkur kechada Jalolov nigeriyalik charm qo'lqop ustasi Solomon Adebayoga qarshi jang qiladi. Oqshomning asosiy jangida Lazizbek Mullajonov ishtirok etishi rejalashtirilgan. Tashkilotchilar ma'lumotiga ko'ra, Lazizbek Mullajonov WBS kamari uchun jang qiladi. Bahodir Jalolov so'nggi jangini 6-oktyabr kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan IBF Proten turnirida mahalliy Ferdi Xudokovga qarshi jang o'tkazib, hakamlar qaroriga ko'ra g'alaba qozongan edi. Bahodir Jalolov shu kunga qadar professional boksda 16 marotaba jang o'tkazib, ularning 14tasida muddatidan avval g'alaba qozongan bo'lsa, oxirgi 2 jangida ochkolar hisobida ustunlik kelgan. Yangi xabarlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun Fight News kanaliga obuna bo'ling.